Shodaka. Ha. Qayerda boriga shukur. Ya yaxshi, bizani xalq yaxshida. Bitta odam kasal bo'lsa, butun qarindosh urug'ga qilib поддержка qiladi. Shunaqa xalqda. Shunday. Mana aziz do'stlar, Shoda akamiz Moskvada turibmanga telefon qildilar. Shunaqami? Shunday. Eskimanda. O'tkirjon, oldinga boraman, sahrda muammoim bor, problemam bor, shundan qutulishim kerak. Sahrdan eng katta muammoim, eng katta problema bo'layotgani bu jinsiy zaiflik, oyoqlarda og'riq, holsizlik bo'lib turibdi. Charchadim bu kasaldan dedingiz, Shoda aka? To'g'ri. Shunaqa bo'ldi-da. Shunday bo'ldi. Shoda akamlar Surxondaryo viloyatidan qaysi rayon? Muzrabotdan yashang. Muzrabotliklarga alangalik bizdan salom. Mana Shoda akam. Shoda aka gapirib beringchi, necha yildan beri bu problema bo'lgan sizda? Problema 5 yil bo'ldi-da. 5 yildan beri problema bo'ldi. 5 yil bo'ldi. 5 yil qiynadi bu sizni. Ha, 5 yil qiynadi. Siz bilan gaplashganimizda aytdingizki, oldiniga uncha emas edi boshlanishida. Tabletga ichib, boshqa qilib o'zimga qarab yurdim, yaxshi yurdim degandingiz. Birinchi 650 ko'rinib 650 mana tabletka bor-ku. Ha, metformin 650 keyin 850 ga o'tdim. 850 gram. Qancha vaqtdan keyin? 1 yildan keyinmi? Yo'q, 1 yildan keyin shunday. Ha. Ichib yurdim, shu 850 da ham yengdi-da. 850 ga ham yordam bermadi. Nechigacha oshib ketdi sahringiz? 18-20 ga oshib ketdi. 18-20. Bizga kelganingizda necha edi? 18 edi. 18 edi. Juda ahvolingiz yaxshi emas edi lekin. Yaxshi emas edi. Shu peshobga tez borish ko'p edi. Oyoqda og'riq, shishlar ko'p edi. Shishib ketuvdi hamma. Xudoga shukr. Orqada hammasi zo'r. Ertalab o'lchayapmiz. 5 hozir ham o'lchadik. Pashta ertalab och qoringa o'lchadik, 3,5 chiqdi. Zo'r. Natija zo'r. Zo'r. Sizlarga rahmat. Shoda aka, nima o'zgarishlar sezdingiz yana? Bu o'zingizni o'zgarish, yengillik, odam yangi hayotga qaytdi-da. Qaytdi. Ha, yangi hayotga. Oyoqda og'riqlar yo'q, yengil. Peshobga chiqishlar yo'q, kamaydi. Jinsiy zaifliklar ketdi. Hammasi ketdi, zo'r. Aziz do'stlar, shu joyda men yana bitta gap aytamanki, sahr kasallar jinsiy zaiflik bo'lgandan keyin bular aksariyati androlog bilan urolog qidirishni boshlaydi. Yo'q, siz unga androlog, urolog ham sizga qisman vaqtincha yordam berishi mumkin. Lekin sahrni diabet bo'lgan kasal bu baribir bu muammodan qutulmaydi. Jinsiy zaiflik ketdi, butun umrga qarab ketadi. Faqat men shu Shoda akamga aytdim, agarda shu prostatani nervi o'lmagan bo'lsa, bu jarayon hammasi tiklanib orqaga qaytadi. O'lgan bo'lsa, unda androlog bilan urolog mana operatsiyadan keyin shug'ullanadi. Demak, albatta sahr kasallarda jinsiy zaiflik bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda bu xirurgik yo'l bilan sahrni to'g'irlash kerak. Undan keyin jinsiy zaiflik agarda orqaga qaytmasa, undan keyin andrologga borib lecheniya olish shart. O'shandagina siz jinsiy hayotga tiklay olasiz, erkaklik kuchini tiklay olasiz va nima deydi, o'zingizni bemalol yaxshi his qilasiz. To'ppa-to'g'ri aytdimmi? Shoda aka, bu gapni men sizga ham aytganman, to'g'rimi? Bu bitta masalan yashirish kerak yo'q. Bu problemalar sizda orqada qoldi hammasi. Lekin yon atrofingizda yurgan sahr kasallar juda ko'p-da. Ko'p. Ha, o'zimizda ko'p. Bular hammasi bittasi ko'z doktoriga boradi, bittasi yana endokrinologga boradi, bittasi boradi andrologga boradi muammo. Keyin oxiri ana oyog'i chirib ketgan kasallar bizdan mana tepada yotib chirib ketgan. O'shalarga o'xshab yuraveradi sarson sargardon bo'lib. Bu noto'g'ri narsa. Hozirgi kunda sahrning davosi bor ekanmi? Bor ekan. Operatsiya bilan bu narsani to'liq yo'qotib olsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. O'zingizga ishonch hosil qildingizmi? Albatta. Rahmat. Ko'z qaray bo'lyapti. Ko'z zakon zo'r ko'ryapman. Oldingi xiralashdi, yo'q, hozir yaxshi. Yengil. Yurish qanaqa? Yurish yengil. Ishlagingiz kelyaptimi? G'ayrat kelyaptimi ichingizga? Albatta. Yana ishlab hayotga qaytganingizni sezyapsiz. Odam yangilandi-da. Yangi hayot, yangi amal boshlandi. Yaxshi. Juda xursandman Shoda aka, shunaqa effektlarimiz bo'lib turibdi, shunaqa bemorlarimiz xursand bo'lib turganiga biz juda xursand bo'lamiz. Ayniqsa sizga o'xshab mana qancha bo'ldi, 3-4 oy bo'lgandan keyin kelib
xabar olib, doktordan ko'rib, ko'rishib, rahmat, minnatdorchilik bildirib turgan. Ha. Shod aka, o'zimiz xalqimizga, Surxondaryo viloyatiga, Muzrabot rayonidagi aholilarga, qandli diabet bilan kasallarga nima degan bo'lardingiz? Kesin ertaroq shu operatsiyasini qildirsin. Shu ikkinchi tipdagilar, ikkinchi tipda operatsiyasi qildirsin. Qutuladi hamma narsadan, yaxshi, zo'r. Effekt, natija zo'r. Zo'r. Hammaga tavsiya qilaman, shu kesin qildirsin. Yaxshi. Yaxshi bo'lib ketsin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Rahmat, sizga salomat bo'ling. Endi men o'ylaymanki, bu yog'iga endi siz aktivni obraz жизни, endi bir Xudo xolasa siz bilan yana bir 50 yildan keyin ko'rishsak. Rahmat. Salomat bo'ling. Biz ham bitta rasmga olib qo'yishadi ekan bilan. Muzrabotdan telefon